uzoq joylarga qatnab ishlaydigan aka-ukalarimizga 4 mana bu mashinamiz sotuvga chiqyapti. Nimaga uzoq joyda ishlaydigan desam, birinchidan 4 ekan, ikkinchidan mashinani gabaritini ko'ryapmiz. Hali odam charchamaydi, hali yerga o'tirmaysizda, balandga o'tirasiz. Balandga o'tirasiz va yaponskiy mashinalar ancha-munchaga chirimaykan, zanglamaykan. Bitta yapochka olsangiz 10 yil maza qilib minib yuraveradigan mana shu Nissanimiz sotuvga chiqyapti 2003-yilgi 2 объемda gaz, benzin 4 akalar. Mashina saloniga keladigan bo'lsak, salonida ko'jalarning holatlari yaxshi qaranglarda. 2003-yilgi mashina haligi sidinalari sinib ketmagan, qiyshayib ketmagan. Yaponlar shunaqa zo'r chiqar ekanda mashinani. Salonlari juda ham bir zo'r holatda turibdi. Ko'jalari ham o'zini ko'jalari sinib ketmagan, boshqa bo'lmagan, podogrev sidinalari bor ekan. Avtomat korobkada, xo'p, konditsionerlari ishlaydi. Podogrev laboylargacha bor ekan. Akalar, mashinani holati yaxshi, yevopolilar solingan. Sidinalarini orqa taraflarini ham ko'rdik va bagajini ko'ringlarda bu mashinani. Mana buni qaranglar. Orqa tarafida ham o'zi bitta dunyo bor ekanda. Orqa tarafi ham juda ham katta. Xo'p. Buni qaranglarda joyida akalar. Hamma yo'g'i bor ekan. Hamma yo'g'i bor. Bularda yapochkalarda chirik ko'rmaysiz. Chirigi yo'q bu mashinalarda. Kuzovini sostoyanasi normal sostoyanada turibdi. Kuzovida ham egasini aytishi bo'yicha motor korobka, xadovka hech qayerda qilinadigan ishlar yo'q ekan. Mashinani olgan odam minadi xolos deyapti. Mashinani puliga keladigan bo'lsak 500 ming so'm kami bor qo'yilyapti. Egasining nomerini opisiyaniyada qoldiryapman yoki bo'lmasa birinchi kommentariyada qoldirib ketaman. Ana shu nomerlarga telefon qilib kam ko'zlarni gaplashib olamiz. Rahmat.